Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustdan minimal pensiya 73-74 so'm bo'ladigan gap nimani anglatadi? Bu xabar ko'pchilikni chalg'itmoqda. Kimdir endi pensiya oyiga atiga 703-74 so'm bo'ladimi deb qo'rqyapti. Kimdir pensiyam shuncha oshadimi deb kutyapti. Yana kimdir bu raqamni umuman noto'g'ri talqin qilyapti. Men sizga bu masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi pensiya oladigan farzandlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy to'lovlarga bog'liq har bir fuqaro uchun muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men pensiyangizga to'g'ri hisoblanganini qanday tekshirish, qayerga murojaat qilish va qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni oyma-oy puldan mahrum qilishi mumkin. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. 774 so'm degan raqamni ko'rib, minimal pensiya oyiga 774 so'm bo'lib qolar ekan deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Bugungi sharoitda oyiga 774 so'm pensiya bo'lishi mantiqan ham, qonunchilik nuqtai nazaridan ham to'g'ri kelmaydi. Bu raqam odatda kunlik hisob-kitob, qo'shimcha farq yoki ma'lum bir oshirish summasini bir kunga taqsimlaganda chiqadigan miqdor sifatida tarqaladi. Masalan, agar pensiyaga oyiga 220 so'm qo'shimcha qo'shilsa, uni 30 kunga bo'lsak, bir kunlik farq 7374 so'm bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik chalkashadi. Odamlar 7374 so'm degan raqamni ko'radi, lekin u oyga beriladigan to'liq pensiyami, kunlik hisobmi, qo'shimchami yoki qayta hisoblashdagi farqmi? Buni aniqlamaydi. Natijada Telegram guruhlarda, qarindoshlar orasida, mahallada turli xil gaplar tarqaladi. Men ekspert sifatida har doim bitta qoidani aytaman. Pensiya bo'yicha har qanday raqamni ko'rsangiz, darhol 3 ta savol bering. Birinchisi, bu summa oylikmi yoki kunlikmi? Ikkinchisi, bu to'liq pensiyami yoki qo'shimcha oshirishmi? Uchinchisi, bu hamma uchunmi yoki faqat ma'lum toifadagi fuqarolar uchunmi? Shu 3 savolga javob topilmaguncha xulosaga shoshilmaslik kerak. Ilgari pensiya nafaqat odatda belgilangan minimal miqdorlar, ish staji, ish haqi, sug'urta badallari va boshqa ko'rsatkichlar asosida hisoblanardi. Ya'ni hamma pensioner bir xil pul olmaydi. Kimdir ko'p yil ishlagan, yuqori maosh olgan, rasmiy ish joyida ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi boshqacharoq bo'ladi. Kimdir ish staji kam bo'lsa, ko'proq minimal miqdorga yaqin pensiya oladi. Minimal pensiya tushunchasi esa eng past kafolatlangan darajaga o'xshaydi. Davlat inson pensiya yoshiga yetganda yoki ma'lum ijtimoiy holatga tushganda, u mutlaqo daromadsiz qolmasligi kerak degan tamoyil asosida eng kam miqdorlarni belgilaydi. Lekin bu minimal miqdor doim ham hammaning pensiyasi shuncha bo'ladi degani emas. Bu faqat past chegarani bildiradi. Endi o'zgarish bo'lganda, masalan, 18 avgustdan boshlab yangi tartib yoki yangi miqdor kuchga kirsa, pensiyalar qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda ikkita muhim holat bor. Oshirilgan summa shu kundan boshlab hisoblanadi. Ikkinchi holat, oy o'rtasida kuchga kirgani uchun o'sha oy uchun to'liq oy bo'yicha emas, faqat kuchga kirgan kundan keyingi kunlar bo'yicha hisoblanishi mumkin. Masalan, o'zgarish 1 avgustdan emas, 10 avgustdan kuchga kirsa, avgust oyida fuqaro faqat 10 avgustdan 30 avgustgacha bo'lgan davr uchun farq olishi mumkin. Shuning uchun odamlar ba'zan nega menga to'liq oshgan summa tushmadi deb hayron bo'ladi. Aslida sentabr oyidan boshlab to'liq oy uchun yangilangan miqdor berilishi mumkin. Avgust esa yarim oyga yaqin davr bo'yicha hisoblanadi. Keling, buni raqam bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik. Bir pensionerning oldingi minimal pensiyasi 720 so'm edi. Yangi tartib bo'yicha uning pensiyasi 920 so'm bo'ldi. Farq qancha? 220 so'm. Endi shu 220 so'mni 30 kunga bo'lsak, 734 so'm chiqadi. Demak, 744 so'm bu pensionerning to'liq pensiyasi emas, balki oshgan qismining bir kunlik hisobdagi miqdor bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Agar o'zgarish 10 avgustdan kuchga kirsa, avgust oyida 1-4 kun uchun hisoblanadi deb olaylik. 774 so'mni 1-4 kunga ko'paytirsak, 1336 so'm chiqadi. Demak, pensioner avgust oyida qo'shimcha sifatida taxminan 13,000 so'm atrofida farq olishi mumkin. Lekin sentabr oyida u to'liq oy uchun 220 so'm qo'shimcha bilan yangilangan pensiyasini oladi.
Albatta bu raqamlar tushuntirish uchun keltirilgan misol. Ana miqdor har bir fuqaroning pensiya hujjatlari va rasmiy qarorlarga qarab belgilanadi. Bu yerda odamlar eng ko'p qiladigan xato shuki, ular bir kunlik farqni oylik pensiya deb tushunadi. Yoki aksincha, avgust oyida tushgan yarim oyga yaqin farqni menga to'liq oshirish bermadi deb qabul qiladi. Aslida to'lov sanasi o'zgarish kuchga kirgan sana va hisob-kitob davri bir xil narsa emas. Birinchi navbatda minimal pensiya oladigan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizning pensiyangiz eng kam pensiya miqdoriga bog'langan bo'lsa, har qanday oshirish sizga bevosita ta'sir qiladi. Sizda ish staji kam bo'lishi mumkin. Oldingi oylarda pensiyangiz minimal darajada bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunday holatda yangi miqdor sizning oyma-oy daromadingizga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz rasmiy ish staji asosida pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz faqat minimal chegaraga emas, balki ish haqi va stajga ham bog'liq bo'ladi. Lekin pensiyangiz minimaldan past chiqib qolsa, davlat uni belgilangan eng kam darajagacha yetkazishi mumkin. Shu sababli oshirish sizga ham ta'sir qilishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolar uchun to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Ba'zan minimal pensiya oshdi degan xabar hamma nogironlik nafaqalariga avtomatik ta'sir qiladi deb o'ylashadi. Har doim ham unday emas. Qaysi to'lov turi qaysi ko'rsatkichga bog'langanini alohida tekshirish kerak. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, masalan, oila boshlig'i vafot etgan, farzandlari yoki turmush o'rtog'i boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar ham qonuniy tartibda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo miqdor oila a'zolari soni, boquvchining ish staji, avvalgi daromadi va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. 5-toifa pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lganlar. Agar siz 10 avgustdan keyin pensiyaga hujjat topshirsangiz, sizga amaldagi yangi miqdorlar bo'yicha hisob-kitob qilinishi kerak. Lekin hujjatlarni kechiktirsangiz, ayrim holatlarda ortga qaytarib to'lash masalasi murakkablashadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetayotgan fuqarolar hujjatlarni oldindan tayyorlashi juda muhim. Agar siz yuqori miqdorda pensiya olsangiz va pensiyangiz minimal darajadan ancha yuqori bo'lsa, minimal pensiya haqidagi xabar sizning asosiy pensiyangizni keskin o'zgartirmasligi mumkin. Masalan, siz 2.500.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz, minimal pensiya oshishi sizning pensiyangizga to'g'ridan-to'g'ri 2.20 so'm qo'shiladi degani emas. Sizning pensiyangiz boshqa formulalar bo'yicha indeksatsiya qilinishi mumkin, agar siz ijtimoiy nafaqa emas. Boshqa turdagi kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, u ham alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya, parvarish puli, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam minimal pensiyaga to'liq bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lov turini alohida tekshirish kerak. Yana bir holat, agar siz pensiyangizni bank kartasi orqali olsangiz, pul tushishi sanasi hududingizga banka va pensiya jamg'armasi tomonidan yuborilgan reyestrga qarab farq qilishi mumkin. Bir mahalladagi odamga bugun tushib, boshqasiga 2 kundan keyin tushsa, bu albatta xato degani emas. Lekin 5-7 ish kuni ichida ham tushmasa tekshirish kerak. Birinchi misol, Gulchehra opa 64 yoshda ish staji kam minimal pensiya oladi. U Telegramda 15 avgustdan pensiya 7.74 so'm degan xabarni ko'rib qo'rqib ketdi. Shu paytgacha 700.000 so'm olib yuruvdim. Endi 703.74 so'm beriladimi deb farzandlariga qo'ng'iroq qildi. Aslida bu raqam oylik pensiya emas, kunlik farq bo'lishi mumkin. Agar uning pensiyasi 2.20 so'mga oshsa, sentabrdan u avvalgidan ko'proq oladi, kamaymaydi. Avgust oyida esa faqat 10 avgustdan keyingi kunlar uchun farq tushishi mumkin. Ikkinchi misol, Anvar aka 38 yil ishlab pensiyaga chiqqan. Hozir 1.900.000 so'm pensiya oladi. U minimal pensiya oshsa, menga ham 2.20 qo'shiladimi deb o'ylaydi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar qarorda barcha pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi deyilgan bo'lsa, unga ham ta'sir qiladi. Lekin faqat minimal miqdor oshsa, Anvar akaning pensiyasi avtomatik ravishda o'sha farq oshmasligi mumkin. Chunki uning pensiyasi allaqachon minimal darajadan yuqori. Uchinchi misol, Dilnoza opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Unga to'lov oila a'zolari soniga qarab hisoblanadi. Agar minimal baza yoki tegishli ko'rsatkichlar oshsa, uning to'lovida ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir farzandga
alohida 703-704 so'mdan kuniga qo'shiladi degani emas. Bunday hisob-kitobni faqat rasmiy pensiya organi uning hujjatlari asosida aniq qiladi. 4-misol. Bahrom aka avgust oyining 20 sanasida pensiyaga chiqish uchun ariza berdi. U bugun tekis avgustdan yangi miqdor bo'lsa, menga ham shu kundan hisoblanadimi deb so'raydi. Bu yerda ariza topshirilgan sana, pensiya huquqi paydo bo'lgan sana hujjatlar to'liq taqdim etilgan sana muhim. Agar u pensiya yoshiga avvalroq yetgan bo'lsa, lekin hujjatni kech topshirgan bo'lsa, to'lovni qaysi sanadan tayinlash masalasi qonunchilikdagi aniq qoidaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjatni kechiktirmaslik kerak. Eng birinchi minimal pensiya bilan minimal iste'mol xarajatlari eng kam ish haqi. Bazaviy hisoblash miqdori va nafaqa tushchalarini aralashtirmaslik kerak. Bularning har biri alohida ko'rsatkich. Birining o'sishi har doim boshqasini avtomatik oshiradi degani emas. Odamlar ko'pincha mana shu yerda xato qiladi. Ikkinchi nozik gap pensiya miqdori faqat hukumat qarori bilan emas, shaxsiy ish hujjatlari bilan ham bog'liq. Sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar to'liqmi? Ish stajingiz to'g'ri kiritilganmi? Arxiv ma'lumotnomangiz bormi? Ish haqi haqidagi ma'lumotlar tasdiqlanganmi? Mana shu savollar pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zan odam davlat oshirdi, nega menda kam deydi. Tekshirsa, uning stajidagi 5 yil tizimga kiritilmagan bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, plastik kartaga tushgan summa bilan hisoblangan summa farq qilishi mumkin. Nega? Chunki avvalgi qarzdorlik ortiqcha to'langan pulni ushlab qolish, aliment ijro hujjatlari yoki bank bilan bog'liq ayrim ushlanmalar bo'lishi mumkin. Agar sizga kutilgandan kam tushsa, darhol meni aldashdi demang. Avval pensiya bo'limidan yozma yoki elektron tarzda hisob-kitob varaqasini so'rang. 4-nozik jihat. Ayrim hollarda oshirilgan to'lov bir oy kechikib, keyingi oyda farq sifatida berilishi mumkin. Masalan, qaror kuchga kirdi, lekin texnik qayta hisoblash, reyestr shakllanishi, banklarga yuborish jarayoni vaqt oladi. Bu ayniqsa oy o'rtasida kuchga kirgan o'zgarishlarda ko'proq uchraydi, lekin bu farq umuman berilmaydi degani emas. Agar haqiqatan sizga tegishli bo'lsa, keyingi to'lovda qo'shib berilishi kerak. 5-nozik jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi skrinshotlarga ishonib, shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz. 734 so'mlik yangi ro'yxatga kiritamiz. Kartangiz raqamini yuboring degan xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblash uchun hech kim sizdan karta PIN kodi, SMS kod yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. Buni yaqinlaringizga ham ayting, ayniqsa yoshi katta ota-onalarga. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida qancha oldingiz, avgust oyida qancha tushdi, sentabr oyida qancha tushdi. Har oy summani alohida yozib boring. Ko'pchilik og'zaki eslab yuradi, keyin farqni isbotlash qiyin bo'ladi. Bank SMSlari, chek, mobil ilovada kirim tarixi, pochta orqali olsangiz to'lov qaydnomasi sizga dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam. Pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har birini hisoblash tartibi boshqa. Agar o'zingiz aniq bilmasangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mening to'lov turim nomi va hisob-kitob asosini yozma ravishda tushuntirib bering deb so'rang. 3-qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. 4-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va 19 avgustdan keyingi qayta hisob-kitob bo'yicha tushuntirish berishingizni. Pensiyam qaysi ko'rsatkichlar asosida hisoblanganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlar nusxasini ilova qiling. 5-qadam. Murojaatni qayerga qilishni biling. Avvalo tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borasiz. Agar u yerda javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi hududiy boshqarmaga murojaat qilasiz. Elektron murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, rasmiy portal orqali yuboring. Muhimi, murojaatingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsin. Og'zaki aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. 6-qadam. Javob muddatini kuzating.
davlat organlari murojaatga belgilangan muddatda javob berishi kerak. Agar javob kechiksa yoki ma'qul bo'lsa, qayta murojaat qiling. Javobda pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb yozilsa, lekin hisob-kitob formulasi, staj, bazaviy miqdorlar ko'rsatilmasa, batafsil izoh so'rashga haqqingiz bor. 7-qadam. Ota-onangiz yoki yoshi katta qarindoshingiz pensiya olsa, ularning kartasiga tushgan pullarni tekshirib turing. Ko'p hollarda keksa odamlar qancha tushsa shu deb yuraveradi. Lekin bir necha oy davomida noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, katta farq yig'ilib qolishi mumkin. Farzand sifatida siz ularga hujjatlarni tartibga solishda yordam berishingiz kerak. 8-qadam, ijtimoiy tarmoqdagi xabarni ko'rsangiz, rasmiy manbani qidiring. Qaror raqami bormi? Qaysi sanada qabul qilingan? Qaysi toifalarga tegishli? Kuchga kirish sanasi qachon? To'liq matni bormi? Agar faqat shoshiling 1-avgustdan 774 so'm degan gap bo'lsa, bu yetarli ma'lumot emas. Pensiya masalasida faqat rasmiy e'lon va vakolatli organ izohiga tayaning. Pensiya bo'limiga borganda hissiyot bilan emas, aniq savol bilan boring. Masalan, menga nega kam pul tushdi deyish o'rniga. Avgust oyida menga falon summa tushdi. Sentabr oyida falon summa tushdi. Umumdagi avgustdan keyingi qayta hisob-kitob menga tatbiq etilganmi? Agar tatbiq etilgan bo'lsa, qaysi sanadan va qancha miqdorda deb so'rang. Agar stajingiz hisobga olinmagan deb gumon qilsangiz, mehnat daftarchamdagi 1995 yildan 2001 yilgacha bo'lgan ish davrim pensiya stajiga kiritilganmi? Agar kiritilmagan bo'lsa, sababi nima va qaysi hujjat talab qilinadi deb yozing. Bunday aniq savolga aniq javob berish osonroq bo'ladi. Agar kartaga pul kechiksa, bankka ham, pensiya bo'limiga ham alohida savol bering. Bankdan ushbu oy pensiya reyestri bo'yicha mening kartamga mablag' kelganmi deb so'rang. Pensiya bo'limidan esa menga to'lov reyestriga kiritilganmi va qaysi sanada bankka yuborilgan deb so'rang. Shunda muammo bankdami yoki pensiya organidami aniqlash osonlashadi. Birinchi xato, odamlar mish-mishga ishonib rasmiy tekshiruv qilmaydi. Bir qo'shni menga shuncha tushdi desa, hamma o'z pensiyasini shu bilan solishtiradi. Lekin qo'shnining staji, pensiya turi, oilaviy holati, qo'shimcha imtiyozlari boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlarni yo'qotib qo'yish. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotlari pensiya hisobida oltindek muhim. Ayniqsa eski korxonalar yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish vaqt talab qiladi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tartibga solish kerak. 3-xato, menga baribir bermay deb murojaat qilmaslik. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman, odam haq bo'ladi, lekin ariza yozmaydi. Natijada tizimdagi xato davom etadi. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar siz ishlagan bo'lsangiz, stajingiz bo'lsa, tegishli to'lov sizga hisoblanishi kerak. 4-xato, firibgarlarga aldanish. Men pensiyangizni oshirib beraman, hujjatingizni tezlashtiraman degan odamlarning hammasi ham ishonchli emas. Rasmiy xizmat uchun rasmiy tartib bor. Noqonuniy yo'l bilan pul berish ham xavfli, ham natijasiz bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 15-avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan gapni to'g'ri tushunish kerak. 7374 so'm ko'pincha oylik to'liq pensiya emas, balki kunlik farq yoki hisob-kitobdagi bir kunlik qo'shimcha miqdor sifatida talqin qilinishi mumkin. Asosiy masala shuki, bu raqam qaysi to'lovga, qaysi sanadan, qaysi toifadagi fuqarolarga va qanday hisob-kitob asosida qo'llanadi. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangizni oyma-oy yozib boring, hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya turini aniqlang, tushunarsiz holatda yozma murojaat qiling va faqat rasmiy manbalarga ishoning. Ayniqsa ota-onangiz pensiya olsa, ularning hisob-kitobini ham bir ko'zdan kechiring. Ba'zan kichik e'tiborsizlik oylar davomida katta pul yo'qotishga olib keladi. Agar sizning pensiyangizda 19-avgustdan o'zgarish bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Oldin qancha olar edingiz? Hozir qancha tushdi? Qaysi hududdansiz? Boshqa tomoshabinlar ham solishtirib o'z holatini tushunib oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasidagi to'g'ri ma'lumot har bir oilaga kerak.